Markaziy Osiyoda eng qadimgi yozuv qayerda topilgan? Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Katta Aybuyur qal'adan topilgan. Bu 1976-1977 yillarda tarixchi olim arxeolog Mirzamurod Mambutullayev boshchiligidagi arxeolog ekspeditsiya tomonidan topilgan. Ya'ni 3 ta xum bo'ladi. O'sha bitta xumning yoniga qadimgi Xorazm yozuvida 10 mari 9x yozuvi yozilgan bo'ladi. Bu miloddan avvalgi taxminiy 5-4-asrlarga tegishli deyiladi va bu yozuvni o'qigan o'sha vaqtda tilshunos olim Lifchis 9 mari, ya'ni mari Ahamoniylar davrida o'lchov bo'lib, 1 mari 16,5-17 litrga to'g'ri kelgan. Demak, xumga taxminan 200 litrlar atrofida suv sig'imi siqqanligi aytiladi. 9x esa o'sha marining kichikroq o'lchamini anglatadi. Olimlar tomonidan topilgandagi xumga suv solib ko'rganda 195,5 litr suv siqqanligi aytiladi. Va o'sha xumning yoniga yozilgan 11 mari 9x yozuvi bu eng Markaziy Osiyodagi qadimgi yozuv hisoblanadi.